Bugun asosiy 3 ta mahsulotdan uyda tabiiy muzqaymoq qilamiz. Bizga mikser, blender kerak emas, sanchiqi bo'lsa bas. Agar qolipingiz bo'lsa, erigan shokoladni surtasiz, qotirgani muzlatgichga solasiz. Bitta bananni olasiz, tozalab, xuddi shunday sanchiqi yordamida ezasiz. 35% qaymoqqa quyultirilgan sut solib aralashtirib, ezgan bananimizni solib, muzqaymog'imizni tayyorlaymiz. So'ng qolipga quyib, cho'pchalarni tiqib, muzlatgani morozilnikka qo'yamiz. Bu orada hech qaysi antijir tozalay olmagan vitishkamni setkasini Volner antijiri bilan tozalashga qaror qildim. Yarim yillik qotib qolgan yog'larni ham Volner antijiri eritib tushirdi. Aytgancha Diamond Clean aksiya e'lon qilgan, siz aksiyada ishtirok etib, qimmatbaho sovg'alarni qo'lga kiritishingiz mumkin. Izohda aksiya shartlari va sovg'alar ro'yxati keltirilgan. Mana vitishkamni setkasi Volner bilan yaltillab ketdi. Bu orada esa muzqaymoqlar ham tayyor bo'ldi. Ustiga shokoladni surtamiz. Muzqaymoq muzday bo'lganligi uchun o'sha zahoti qotadi. Qoliplardan olamiz va yerdiklarga ulashamiz.